Narxlar tushsin deb kommentariyada yozdingizlar. Zo'r bo'ldi. Mana sinab plyuslaringga ishladi. Endi narxlar tushyapti mana. Mana shu uyimiz vaqtida 6,5 million so'm edi kvadrat. Hozir esa 5 million 600 ming so'm. Bitta fakt aytib o'taman. Bugungi kunda Katlavanda eng arzon kvartiralar 7,5 million so'm sotilayotgan bir paytda masalan kadastr chiqqan tayyor xonadon nomingizga o'tadi notarius orqali 5 million 600 ming so'mdan. Zo'rmi? Like qarz bitta like bosing, kommentariyada oluvchilar bering, moz manzil tushuntirib o'taman. Mana maktabni ko'rsating, nomi emas, nomeri ismini chiqib qoldi, nechinchi maktabligi. To'g'rimizda Sak gilam zavod turibdi, Pavorotdan shunday kelaverish, yonida Obelgay bor, bir tomonda Sinop hududi bo'lyapti. Sinop hududidan 6 qavatli domni 4-qavatda joylashgan. Hozir ko'rsataman. Ideal planirovka. Bunaqasi kamdan kam holatda chiqadi, chunki xonadan xonaga o'tmaysiz, xonalar alohida bo'ladi. Mana bu uyimizning kirish eshigi. Mana 4-qavatdan kiraverish. Kattagina hol, to'rtburchak shaklda xonalarimiz alohida joylashyapti. Mana buni siz zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Juda ham kattagina zal ekan. Har bir xonada deraza bor, g'ulxo'y xona tushmagan, devorlar qora shuvolda, pol stashka qilingan, tipa plitada turibdi. Navbatdagi xonasi, hozir biz kirib chiqqan xona bo'ladi. Buni bolalar yoki ota-onalar yotoqxonasi qilib bemalol foydalanasiz va bu tomonda sanuzil. Sanuzil ham ikkita bor, alohida mana buni yuvinish xonasiga mo'ljallaysiz, kattagina bo'ladi. Xo'p, bu tomonda ikkinchi sanuzil, marhamat, hojatxona uchun alohida joy bo'lyapti. Va yana bitta xonamiz qoldi, mana bu yerda. Buni ham bitta kattagina yotoqxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Ikki tomonlama deraza, bu tomonda ham, oldida ham derazalar bor. Smart City bu yerga mo'ljal bo'ladi. Shu Smart Cityning qarama-qarshisida joylashgan dom. Endi men sizlarga oshxonasini ko'rsataman. Marhamat, oshxonamizning oynalari yarim ko'rik shaklida ko'rganingizdek va bu tomonda suv shilkasi bor. 77-seriya planirovkasiga o'xshaydi. Mutsur bu yozibdi ekan, har bunga e'tibor bermaymiz, tozalab olib, chiroyli qilib yo'naltirib qo'ysak bo'ladi. Gaz plita mana shu yoqqa o'chirib o'rsak, bu yerda bemalol ovqatlanish zonasi qilib foydalansak bo'ladi. 93 kvadrat metr. Smart Cityni bitta ko'rsatib o'taylik, hurmatli operator. Mana shundoq ko'rinib turadi. Bu joy qayerda ekan deb o'z mendan so'rash mumkin kommentariyada obunachilarim. Mana Smart Cityning ro'parasida joylashgan, yaqinlashtiramiz. Mana shu domlarning ro'parasida suv, gaz, sveta muammo yo'q. Bugungi kundamizda kadastr bor. Notarius orqali oldi sotish shartnomasi bo'ladi va narx ipoteka asosida ham olsangiz bo'ladi. 1 kvadrat metri 5 million 600 ming so'm. Bunaqasi hech yo'q, izlab ko'ring. Topib olsangiz mana shu sizga tekinga beriladi. Yo'q bunaqasi. Sensasiya videoga like bosamiz, ular narxi tushsin deganlar bitta olib beramiz. Hammaga rahmat.